Ve 2021-yildan beri og'rish boshladi. Tizza bo'g'imi. To'g'risini aytsak, 2021-yildan beri og'riydi. Borgan sayin 2025-yilga borgan sayin kuchayib ketdi. Men Normatovsan, O'rta-Chirchiq tumanidan keldim. Meni tizzalarim og'riydi, 2021-yildan beri og'riydi. Birinchisida o'ng oyog'imni operatsiya qilishga 2,5 oy oldin keldim. Operatsiya qildirib, yaxshi bo'lib chiqib ketdim. Mana ikkinchisiga kelib, xudo xolasa mana operatsiya qildirib bo'ldim. Mana kelganimga 7 kun bo'ldi. Hozir juda ham yaxshi holatlar, og'riqlar yo'q, yurishlar zo'r, xudo xolasa. Endi hozir Ma'muraxon sinimiz bor. Olib boryapti, har xil mashqlar olib boryapti, haqiqatdan zo'r. O'sha mashqlarning orqasida haqiqatdan oyoqlar yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Operatsiyadan qo'rqib kelmayotganlarga qo'rqmas kerak hech qachon. Operatsiyadan keyingi holat eng kerak narsa reabilitatsiya mashg'ulotlari ekan. Ko'tar, tekislang. Ha, tushuning. Обычно qanday yursangiz, yuraverasiz. Mashqdan keyin yengil bo'ladi. Har kuni mashq qilishingiz kerak.